videoda yog'li, problemli va kombinirованный yuzlar uchun nabor yig'dik. Birinchi bo'lib Bioderma Sebium Gel Mousse ishlatilinadi. Yog', kir va ortiqcha sebumni tozalaydi. Porlarning tiqilib qolishini va yog'lanishni nazorat qilishga yordam beradi. Keyin Bioderma Sensibio Tonic terni tinchlantirish va namligini qo'llab-quvvatlash uchun. Ayniqsa qizarishga yoki sezgirlikka moyil terda yumshoq bayland hisoblanadi. Bioderma Sensibio liniyasi sezgir terni tinchlantirish va baryerini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Keyin Niacinamide 10% li siviritka ishlatilinadi. Dog'lar, post-akne izlari va notekis teri rangiga yo'naltiriladi. Niacinamide sebumni nazorat qilish va baryerga ham yordam beradi. Keyin CeraVe Acne Control penkasi ishlatilinadi. Tarkibida 2% li salisil kislota akne va qora nuqtalarga qarshi ishlaydi. Porlar ko'rinishini kamaytirishga yordam beradi. Keyin Deri Alteini 345 relief krem ishlatilinadi. Teri namlash va himoya baryerini qo'llab-quvvatlash uchun. Keyin La Roche SPF ishlatilinadi. UV va UVB himoya beradi va yog'li yuzda makiyaj ostida ishlatishga qulay. Ayniqsa dog' va post-akne izlari bor yuzda SPF juda ham muhim. Magazinimizda bu tovarning nalichiyi bor va uzumnaysi ilovasi orqali bo'lab tilishga ham osilib bo'ladi. Agar Telegramda murojaat qilsangiz, 100 yilga mos uxodovый nabor yig'ib beramiz.